Assalomu alaykum yurtdoshlar, biz Xudo xolasa Jetour oilasining yangi kirib kelayotgan avtomobilning taqdimotiga keldik. Xudo xolasa qaysi modelligini video davomida ko'rib borishingiz mumkin. X70 taqdimot marosimida ko'rganimizdan bag'oyatda shodmiz va bugungi taqdimot marosimida o'zingizga kerakli bo'lgan juda ham ko'plab qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lasiz degan umiddamiz. Kalomingizga sahnaga Jetour kompaniyasining bosh direktori janob Shing Liangni taklif etamiz. Do'stlar, ko'rib turganlaringiz Jetour oilasining yangi qo'shilgan ikkita modelimizning prezentatsiyasi juda ham bir a'lo kayfiyatda bo'lib o'tdi. Bu avtomobillarimizni ko'rish uchun, test drive qilib ko'rish uchun bizning Jetour avtosalonimizga, Xorazm avtosalonimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Bu avtomobillarimizni boshlang'ich 20% bilan bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Yana bir narsa do'stlar, o'zini pulni bo'lib 1 yildan 3 yilgacha to'lasangiz bo'ladi.